Assalamu alaykum qadirlik savodaşlar. Farabi Tor dershanesiga hoş geldinglar. Bugün hazırki zaman Uyghur dil dersimizin 3. dersini başlayımız. 3. dersimiz Uyghur yazık tarixinin 2. bölümü. Dersimizin başlaştığından burun kısaca bir tekrar kılıp ötümüz. Ötken saatlik derslerimizin keyin ders ahırda 2'den sual koygan. Bu suallarga cevap bere aldinglarmı? Ondaqda bu suallarımızga qaytadan birlikte cevap berip bakaylı. Birinci, Uyghur dili qaysi til sistemasiga va qaysi til guruhiga kirdi? Bunun cevabı Uyghur dili Altay tillar sistemasi, Türkiy tillar ailesi, Şərqi Janub Uyghur qarlıq guruhiga kirdi. İkinci, vatanimiz Şərqi Türkistonda hazırki zaman Uyghur tilidan burun qaysi til qo'llanilgan? Vatanimiz Şərqi Türkistonda hazırki zaman Uyghur tilidan burun yaqinqi zaman Türkiy tillar davrida qo'llanilgan Chag'ataycha, ya'ni Çağatay Uygurcası yoki Çağatay Türkçesi kullanılgan. İkinci dersimizde o'xshashlar ikki savol so'rab o'tganmiz. Birinchi, yiziq bilan tilning farqi nima? Bunun javobi til bilan yiziqning munosabatidan qaraganda til birlamchi, yiziq ikkilamchidir. Ya'ni til yiziqdan burun paydo bo'lgan. Har qanday yiziq tildan maydonga kelgan bo'ldi, ammo har qanday til yiziqqa aylanishi notayin. İkinci, qadimki Uyghur yazıqı davrida Uyg'urlar qaysi dinlarga e'tiqod qilgan? Qadimki Uyghur yazıqı davrida Uyg'urlar Budda dini, Islom dini, Mani dini, Nestorian dini va Shaman dini qatorliq dinlarga e'tiqod qilgan. Savollarga to'g'ri javob bergan bo'lsanglar, unda uchun darsimizni boshlaymiz. Uyghur yazık tarixida qo'llanilgan muhim yazıqlardan biri bo'lgan Xaqaniya yazıqı keldik. Xaqaniya yazıqı Qarxonlar türkçesi, Xaqaniya türkçesi, Qashqar tili degandek nomlar bilan atalib kelgan. 10-asrning oxirlari Qarxonlar xonligi davrida islom dini Qashqarni markaz qilgan holda Xotan, Kucha taraflarga tarqalgan va uzun bir mezgil davomlashgan Budda dinining o'rnini olgan. Dini e'tiqodning o'zgarishi sababli Uyg'urlar Budda dini bilan munosabatli hamma madaniyatidan, jumladan qadimki Uyg'ur yazıqidan voz kechgan. Ammo Qumul, Turpan tavasidagilar toki 16-asrgacha Budda dini va qadimki Uyg'ur yazıqini qo'llanib kelgan. Bundan boshqa Gansu tavasidagi Uyg'urlar, ya'ni Seriq Uyg'urlar 17-asrgacha qadimki Uyg'ur yazıqini qo'llanib kelgan. 11-asrda maydon kelgan buyuk asarlardan Türk Tillar Divani, Qutat Xubilik, Edebiyat Laqayiq, Qur'onning tarjimasi qatorliqlarda qo'llanilgan til Xaqaniya tili degan nom bilan atalgan. Shunga mush asarlarda qo'llanilgan yiziqmi Xaqaniya yiziqi degan nom bilan atalib kelgan. Sultan Qutraxon islom dinini qabul qilgandan keyin islom dinining Uyg'urlar orasida keng umumlashishi va yildiz tortishiga ergishib, arab tili ilifbasini qabul qilgan bo'lsa-mu, bu ilifbani shu petil qo'llanmagan, balki Uyg'ur tilining fonetикasiga moslashtirib isloh qilgan. Bu yiziq 10-asrdan 14-asrgacha Qashqarni markaz qilgan keng Qarxonlar territoriyasida qo'llanilgan. Ya'ni Qarxonlar territoriyasi deganda hozirgi Sharqi Turkiston va G'arbiy Turkiston, ya'ni O'rta Osiyo rayonlarini o'z ichiga oladi. Bu yerda ko'rayotganimiz Xaqaniya yiziqining ilifbasi. Arab ilifbasi bo'lmagan Fars tilining alaylik asosan ijod qilingan va Uyg'urlar qabul qilgan 4 harf tuvandikicha P, Ch, J, G. Uyg'urlar nima uchun Arab ilifbasini qabul qilgan va nima uchun Arab ilifbasi bo'lmagan va Fars tilining alayligiga uyg'un bo'lgan ba'zi harflarni qabul qilgan deganda Uyg'urlar islom dinini bevosita arablardan qabul qilmagan, balki farslar orqali islom dinini qabul qilgan. Bu sababdan Uyg'ur tilida arab tiliga o'xshashla fars tilidan kirgan so'zlarmi intayin ko'p uchraydi. Uyg'urlar islom dinini qabul qilgandan keyin chet tillardan kirgan so'zlar Uyg'ur tilida ko'payishga boshlagan. Bu davrda maydon kelgan buyuk asarlardan Türkiy Tillar Divani, Qutat Xubilik, ya'ni Qutat Xubilikning Qoira va Namangan nusxasi, Qutat Xubilikning Bina nusxasi qadimgi Uyg'ur yazıqida deb o'rgangandik. Edebiyat Laqayiqning bir nusxasi Xaqaniya yazıqida yozilgan, bir nusxasi qadimgi Uyg'ur yazıqida yozilgan va yana bir nusxasi Xaqaniya yazıqi va qadimgi Uyg'ur yazıqida parallel qilib ko'chirilgan, ya'ni selishtirma shaklida ko'chirilgan. Bundan boshqa Qur'onning tarjimalari va tafsirlari bor.
Türk Tillar Divanı eyni vaqtdagi ərəblərinin Türkiye tilini öyrəniş ehtiyacı bilan tuzilgan. Mahmud Qashqari Türkiye Tillar Divanını faqatla ərəblərinin Türkiye tilini öyrənişi üçünla tuzmagan, balki Türkiye tilinin, yəni Türkçənin ərəb tiliga oxşashla intayın tərəqqi qilgan və üstün bir til ekanligini ko'rsatish uchun yezib chiqqan. Türkiye Tillar Divanı şunun bilan bir vaqtda şu devirdeki Türkiye milletlerinin eng çoğ bo'lgan ve tunji lug'ati hisoblanadi. Bu lug'atni Şamlıq katib Ebil Fəthi ko'chirgan ve zamonimizgacha yetib kelgan yagona nusxasi Türkiye'de dunyoga ma'lum bo'lgan. Yani Türkiye'nin qayerda ma'lum bo'lgan deganda Türkiye Tillar Divanı İstanbul'ning Fatih rayonida joylashgan Sahaflar Çarşısı, yani Sahaflar kitap bazarıdaki bir kitapçıdan tepilgan. Bu eserinin bu yagona nusxasini setib olgan Ali Emir Efendi lug'atning tadqiqot ishlarini Kilesli Rifat Bilgiga havola qilgan, ya'ni Kilesli Rifat Efendiga havola qilgan ve bundan keyin Türk Tillar Divanı Türkiye'den başlap dünyanın her qaysi kısımlarında intayin köp tədqiqatlarga sebep bo'lgan ve hazırgacha intayin köp tədqiqatlar elib berilyapti. Bundan başka Kutat Qiblikmi o'xshashla, yani Türkiye Tillar Divanı'na o'xshashla intayin köp tədqiq qilindi ve dünyanın her qaysi joylarida davomli tədqiq qilinayotgan büyük eserlerden biri. Əmdi Uyghur yazıq tariximizdə mühim yazıqlardan biri hesablanılan yaqinqi zaman Uyghur yazıqı, yani Çağatayca, Çağatay Türkçesi ve Çağatay Uygurcası degandek nomlar bilan atilib kelayotgan bu yazık haqida to'xtalib o'tamiz. Yaqinqi zaman Uyghur yazıqı, yani Çağatayca, Xaqaniya yazıqının davamı ve ravaji bo'lib, 14-asrdan 20-asrning boshlarigacha qo'llangan bu yazık Şərqdə Qumuldan tartib, Qərbdə Amu dəryasıgacha, hətta Misirdə qurulğan Məmlüklər sultanlarıgacha, Şimalda Qorğasdan tartib, Cənubda Hindistanның paytaxtı Dehlining şimalgacha bo'lgan keng territoriyada qo'llanilgan hokimiyat yazıqı hesablanadi. Bu yazıqda bitilgan yodgorliklarning eng muhimlari tovandikicha: Xorazm rayonida yozilganlardan Rabg'ozining Qisasul Anbiyaning bir necha nusxasi bor. Mahmud bin Ali'nin Nehcul Feradis, yani Cennetlerinin Uçuq Yolu, bunun bir neçə nusxası var. Qutbi'nin Xusrev ve Şirin, Muhammed Xarezmi'nin Muhabbetname, Abduri naməlum bo'lgan Mirajname qatarlıq eserler var. Bulardan başqa Altın Orda ve Memlükler Sultanlığı davrida meydana kelgan eserler mevcut. Bulardan Lutfi'nin Divani, Gül ve Bulbul, Meşhunul Haqaiq, yani Hakikatler Şecerisi ve Zefername qatarlıq eserler var. Bundan başqa həmmimizga ma'lum bo'lgan Elşir Navoiyning Xamsa, Muhakimetul Lug'atayn, Lisanut Tayir, Mecalisun Nefais, Mehbubul Qulub, Xazainul Meani qatarlıq ve bundan başqa intayin nurgun eserleri var. Hüseyin Bayqaraning Baburname namlıq eseri var. Mirza Muhammed Heydar Köregan'ın Tarihi Reşidi Cehenname, yani Cehenname namlıq eseri var. Bundan başqa intayin köp edipler ve eserler var, həmmisini tilgib etməyimiz. Şundaqla köp sandaki Çağatayca lüğatlar var. Bu Çağatayca lüğatlarının içinde en mühimi Osmanlı Sultanı'na əvətilgən lüğati Çağatay ve lüğati Osmani namlıq lüğat hesablanıdı. Bu yerdə gördüyümüz yaqinqi zaman Uyghur yazıqının ilifbasi, yani Çağatay ilifbasi, asasen Xaqaniya yazıqının ilifbasiga o'xshaydi. Bu yerdə Çağatay yazıqı bilan yazılgan Baburnamening kichik bir parçası berildi. Bu metni birlikte o'qib chiqsak bo'ladi ve Çağatay bilan hozirgi zaman Uyghur yazıqının ne kadar yaqin ekanligini bu metni o'qib chiqqandan keyin bilalaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı tarix 899'da Fergani vilayetinde 12 yaşta padişah oldum. Fergani vilayeti 5. iqimden bir. Mehmure'nin kenarisi vaqi buluptur. Şərqi Qaşgar, Garbi Semerkand, Cenubi Bedaxşanның Serhaddi tağları ve şimalıda egerçe burun parça müşahede tügeydiken, görüp ötkünümüzdek Çağatayca hazırlık zaman Uyghur yazısı bilan intayin yaqin. Çağatay ilifbasidan bir necha harflarni
Yani hazırkı zaman Uyghur tili ilipbesi bolmagan bir neçe heriflerini bilsekla, Çağatay yazıqıda yazılgan intayın köp metinlerini, yani parçalarını okup çıkalayımız. Әмді Uyghur yazık tariximizning eng axırkı davr bolgan hazırkı zaman Uyghur yazık davriga keldik. Hazırkı zaman Uyghur yazıqı ötken saatlarda dep ötkinimizdek 1930'lardan keyin qo'llanilgan yazıqni ko'rsatdi. 1930-yillardan keyin Uyghur yazıqida qaytadan tuzishlar ilib berildi. Türkistan rayonida Türkiy tillar sistemasiga tava bo'lgan ba'zi Türkiy millatlar yazıq o'zgartdi. Yani Türkistan rayonu Sovet İttifaqı ve Xitay tarafından ikkiga ayırıp etilgan. Şunun için bir yerde yazıqlar özgürüşüp başlaydı. Sovet İttifaqıdaki O'rta Asiyo Cumhuriyetlerinde yani G'arbiy Türkistan'da Slavyanlaştırış hareketi 30 yılların keyinki yerimide başlangan bulup 1938-yili Kazaklar onu qabul qilgan, lekin Uyg'urlar uni taki 1946-yilgacha ishlatmagan. Bu yerda ko'rganimiz Latin ilipbesi asosidagi Uyg'ur ilipbesi. 1929-yili Qashqardagi Shivit basmaxonasi Gustav Albertning bosh muharrirligi, Abduqodir Axunning yordamchi muharrirligida Alshar zabani, ya'ni Qashqar va Yarkentda Putiladurg'anga muvofiq kitobiy ilm, ya'ni imlo nomli imlo kitobini nashr qiladi. Bunun bilan hozirgi zamon Uyg'ur yazık adabiy tilining tunji imlo qoidasi maydonga keladi va hozirgi zamon Uyg'ur tilining imlo qoidasi va nashriyatchilik qoidalarining qalblashishi uchun dastlabki asos yaratildi. Undaqda nima uchun Shivit basmaxonasi deganda, bu davrlarda Yevropadan kelgan bir qism din tarqatquchilar Qashqarda va Sharq Turkistonning bir qism rayonlarida din tarqatish uchun Uyg'ur tilini o'rganish zaruriyati tug'ilgan va shu sababdan har xil basmaxonalarni qurib chiqib, Uyg'urcha kitoblarni, ya'ni ilpba kitoblari va boshqa xildagi kitoblarni tuzib chiqishga boshlagan. Bundan boshqa Sharq Turkistonda topilgan bir qism yozma materiallarni, yozma yodgorliklarni to'plab Yevropadagi har xil kutubxonalarga ilib ketgan. Chegaralarning etilishi va turli sabablardan Sovet Uyg'urlarning Latin yazıqini qo'llanishdan tadrijiy Slavyan yazıqi ko'chish harakatiga Sharq Turkistondagi Uyg'urlar ergisholmagan. Ya'ni Türkistan rayonu Sovet İttifaqı bilan Xitoy tarafidan ikkiga bo'lib etilganligi uchun va chegaralar etik bo'lganligi uchun Uyg'urlar, ikki rayonda yerleşken Uyg'urlar bir-birining yazıqini tadrijiy holda o'qiy olmaydigan va bilinmaydigan holatga kelgan. Bu yerda ko'rganimiz 1932-yili Qashqarda besilgan AB kitobining ilibba jadvali. Bu yerda o'xshashlar ko'rganimizdek Çağatay yazıqida qo'llanilgan harflar o'xshashlar shu yerda qo'llanilgan. Yuqori kitobning 25 betidan kichik bir parcha ilingan. Bu parchani o'qisak Çağataychiga intayin yaqin ekanligi va hozirgi zamon Uyg'ur tiliga intayin yaqin ekanligini ko'rib o'talaymiz. Undaqda bu qisqa parchani o'qib boqayli. Darvoza. Bu darvoza cho'ng bir shaharning darvozasidir. Darvozaban har ertagan darvozani ochadir va har oqshom uni itib qo'yadir. Ochiq turgan vaqtda aningdan to'la kishi uloq, mahofa va arabalar o'tib turadurlar. Panjashanba bozor kun bo'lgandan keyin nurg'un kishilar o'tadir. Yoz vaqt bo'lsa dehqonlar sahrodan nihoyat to'la meyvelar shaharga olib kiradir. Ol vaqt qovun, üzüm, şeftali, armut, olma ve şundaq meyveler bozorda topqalı bo'ladir. O'quvimizdek hozirgi zamon Uyg'ur tilida bo'lmagan ba'zi harflar bor. Shularni bilsaklar 1930-yillarda qo'llanilgan va undan burun qo'llanilgan Chag'ataycha har xil metinlarni va parchalarni o'qib chiqalaymiz. Tuvandikisi Sharqiy Turkistonda 1937-yilda ilgari qo'llanilgan ilibba va bu ostidagisi Sharqiy Turkistonda 1937-yili tuzilgan ilibba. Bu ikkisini o'tirsak xil cho'ng farq bor. Tunji bo'lib elifning o'rniga hamzalik a almashtirilgan. Bundan boshqa s, ya'ni 3 nuqtaliq s, zal, ya'ni nuqtaliq d, fat, zat, ta, za, ayn qatorliq harflar chiqarib o'tilgan.
1937 yılı tuzilgan elifbaga hamzilik a, ya, o, u qatorliq harflar qo'shilgan. Undaqda 1937 yildan keyin Sharqiy Turkistonda Uyg'ur yezgi uchun qandaq siyosatlar va qandaq harakatlar ilib berilgan deganda 1946 yili 3 viloyat milliy armiyasi bilan Gomindan hukumati o'rtasida 11 moddalik bitim imzolanishdan burun xalq vakillaridan ilingan fikrlarda vakillar davlatning ma'muriy organlari va adliya organlarining hujjat materiallari musulmonlarning azaldan bor bo'lgan yezqi Uyg'ur yezqida yozilsin. Boshlang'ich, o'rta va oliy maktablarning hammasida musulmonlarning azaldan bor bo'lgan til yezqida dars o'tilsin degan fikrda cho'ng turgan. Natijada 11 moddalik bitimning 3 va 4 qarmoqlarida mono mazmundagi fikrlarga diqqat qilinib, davlatning ma'muriy organlari, adliya organlari, xat aloqalarda davlat tili va musulmonlarning tillari tang qo'llanildi. Xalqning hukumatga sungan arz iltimoslarini o'z millatining yezqida yozishga ruxsat qilinadi. Boshlang'ich maktablar bilan o'rta maktablarda davlat tili majburiy dars bo'lib kirdi. Oliy maktablarning o'qitish vaziyatiga qarab dars o'tishda davlat tili bilan musulmonlarning tili, ya'ni Uyg'ur tili tang qo'llanildi deb belgilandi. Bu yerda ko'rganimiz shu 11 moddalik bitimning 3 va 4 tarmog'i. Sharqiy Turkistonda arab ilifbasi isloh qilinib, Uyg'ur tili fonetikiga moslashgan Uyg'ur ilifbasi tuzilayotgan chog'da Sovet ittifoqining qarori bo'yicha rus ilifbasi, ya'ni Slavyan yezqi ishlatilishga boshlagan. Tuvanda ko'rganimiz 1946 yilda tuzilgan Uyg'ur ilifbasi va 1947 yildagi Sovet Uyg'urlar ishlatgan Slavyan ilifbasi asosidagi Uyg'ur ilifbasi. Bundan ko'ralayimizki, Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlar bilan G'arbiy Turkistonlik Uyg'urlar 1930dan keyin yeziq orqali bir-biridan ayirib etilgan va bundan keyin bu yeziqlarni o'rganmaganlar bir-birining yeziqini tushunmaydigan holatga kelishga boshlagan. Әмді Uyghur yazıq tariximizdə intayin qısqa mezgil qo'llanilgan Latin ilifbasi keldik. Bu Latin ilifbasi Xitoychaning Pinyin loyihasi asosiga yazıqqa asosan qisman to'liqlash orqali qabul qilingan bo'lib, 1959 yilning oxiridan 1964 yilgacha sinoq tariqasida qo'llanilgan, ya'ni 4 yil sinoq tariqasida qo'llanilgan. 1964 yili 3-oyda ochilgan yig'inda Arab harflari asosidagi Uyg'ur yezqining o'rniga Latin harflari asosidagi Uyg'ur yezqini qo'llanish haqida qaror ma'qullangan va 1965 yildan boshlab umumyuzli qo'llanish haqida buyruq e'lon qilingan. Bu yerda ko'rsatilgani shu vaqt e'lon qilingan buyruq Şinjan Uyg'ur Abnum rayonluq xalq komitetining buyruqi. Uyg'ur yangi yeziqning fa'ngini, Qozoq yangi yeziqning fa'ngini Go'yan 1964 yili 10 ayning 23 kuni tasdiqladi. Hozir e'lon qilinsin. Şinjan Uyg'ur Abnum rayonining shujisi Sayfiddin Azizi 1965 yili 1 ayning 1 kuni, ya'ni 1965 yil 1 ayning 1 kunidan e'tiboran Arab harflari asosidagi Uyg'ur yezqi bir chetga qayrilib, Latin ilifbasi asosidagi Uyg'ur yezqi qo'llanilishga boshlagan. Bu yerda ko'rganimiz Uyg'ur yangi yezqining, ya'ni Latin yezqining ilifbasi harflarining tartibi va atalishi. Bu yeziqda 37 harf bo'lib, harflar cho'ng, kichik, yozma va bosma shakl bo'lib, 4 xil shaklga ega. So'z va jumlalar so'ldan o'ngga qarab yoziladi. Bu ilifbaning qo'llanilishi bilan bir vaqtda Uyg'ur yezqining qisqacha imlo qoidasi e'lon qilingan, lekin Uyg'ur tilidagi tovushlarni ifodalash imkoniyatiga, bo'g'im tuzilish qoidasiga, Uyg'ur tilining asosiy xususiyatlariga uyg'un bo'lmagan ba'zi harflar va qoidalar kirgizilgan. Undaq bu harflar qaysilar deganda Ji, J, Ch, Sh qatorliq harflar kirgizilgan. Bu yeziq Uyg'ur yangi yeziqi deb atalgan. Latin ilifbasi qo'llanilgandan keyin Uyg'ur tili yeziq komiteti nurg'unlagan shikoyatlarni topshirib olgan. 1982 yili o'tkazilgan Turkiy tillar ilmiy muhokama yig'inida yangi yeziqni ishlatmaslik ziyolilar orasida rasmiy qaror qilingan va rasmiy qaror bo'yicha 1984 yili 1 yanvardan boshlab Konu Uyg'ur yezqini, ya'ni Arab ilifbasi asosidagi Uyg'ur yezqini qo'llanilishga boshlagan.
Şunun bilan bir vaqtda Til Ýyzyk Komiteti hazırkı zaman Uýgur ýyzygynyň ilipbäsi we Uýgur edebi tilining imla gaidasyny elan kılgan. Körüp ötgünimizdek, Latin ýyzyky 1965-nji ýyldan 1984-nji ýyly 1-nji aýgacha kollanylgan. 1949-njy ýyldan hazırgacha arab ilipbäsi asasydaky Uýgur ýyzyky jämi 7 qitim islah kılıngan. Bu 7 qitimlik islatda 5 xil ilipbä oturga çykkan. Tövende köýgünimiz Uýgur tilidäki lewleşken sözlük dawuşlarynyň 1954-nji ýyly we 83-nji ýyly tüzülgen ilipbälerdäki silişdirmesi. 1983-nji ýyly Uýgur tilidäki lewleşken sözlük dawuşlar bolgan o, ö, u, ü gatarlyklar aýrym-aýrym herpler bilen ifadelenişip başlagan, emma 1954-nji ýylda o bilen ö, u bilen ü okşaşlar bir herpde ifadelenetdi. Yine dersimizin ahirine geldik. Bu dersimizin ahirinde ilgili dersimiz okşaşlar sizlerge bu ders bilen münasebetli bolan iki sualını sorap ötmekçi. Birinci, yakınki zaman Uýgur ýyzyky, yani Çagatyjyda kollanylgan, emma hazırkı zaman Uýgur ýyzykyda kollanylmaýdygan herplerini bilemsiz. İkinci, ýeňi ýyzyk kança ýyl kollanylgan, tonyşlaryňyzdan bu ýyzykny öýrengenler barmy? Bu suallarına cevabını burunki suallarımıza okşaşla YouTube videomuzun astydaky baha kısmıga yoki Instagram hesabımızın DM kısmıga uçur ýazyp berseňler boldy. Ondaqda keyinki saatlik dersimiz görüşeýlik. Haýır hoş.